Assalomu alaykum. Navbatdagi mijozimizning uyi uchun ham qulaylik, ham xavfsizlikni bir joyga jamladik. Kelinglar birgalikda ko'ramiz. Rangiga alohida e'tibor beramiz. Yog'och teksturasida ishlangan, uzoqdan qaraganingizda xuddi yog'ochdek ko'rinadi, lekin parvarishi yog'ochdan ancha oson. Odatda bu darvozamiz ikkita pult bilan topshiriladi, lekin biz mijozimizning qulayligini o'ylagan holda yana 3 ta pult qo'shib berdik. Jami 5 ta pult bo'ldi. Endi butun oila darvozadan bemalol foydalansa bo'ladi. Darvozamizni xavfsizlik jihatiga keladigan bo'lsak, biz bu yerda xavfsizlik fotoelementlarini o'rnatganmiz. Bu bizga nima beradi? Darvoza yopilayotgan holda agar darvozani kesib o'tadigan bo'lsak, darvoza avtomatik tarzda tepaga ko'tariladi. Bu narsa yosh bolalarga yoki mashinani ezib qo'ymasligiga yordam beradi. Va eng zo'r funksiyalardan biri, darvozani ochish uchun pult qidirib yurmasdan telefoningiz orqali Wi-Fi bilan ham ochib yopishingiz mumkin. Uy, dala hovli yoki ofisingiz uchun avtomatik darvozalar o'rnatishni xohlasangiz, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning.